terisi juda ham nozik, tez akne chiqadigan va uje aknesi bor qizlar hamma yig'ilamiz. Bu meni 2 oy oldingi yuzim va bu meni hozirgi yuzim. Va 2 oy ichida menga qaysi produktli yuzimni shunaqa tozalashga yordam bergani haqida aytib beraman. Birinchi bo'lib cleansing, ya'ni yuz tozalashdan boshlaymiz. Akneli qizlar uchun bu eng главный top priority. Kechqurun uxlashdan oldin mana shu Medipilni men cleansing formini ishlataman. Birinchidan juda ham katta, anchaga yetadi. Bir marta olsangiz вообще anchaga yetadi. Menda hali beri tugagani yo'q. Ikkinchidan hidi вообще zo'r. Uchinchidan juda ham nozik terli qizlar uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Akneli qizlar uchun ham juda ham to'g'ri keladi. Juda ham yaxshi yordam beradi. Ertalab turganimda esa mana shu koreychada yaksamsung deyiladi. Shunaqa cleansing form ishlataman. Bu round labni cleansing formi. Bu haqida boshqa videoyimda to'liqroq ma'lumot berganman. Yuzimni yuvib bo'lganimdan keyin mana shu pad. Oh my god, bu toner pad просто волшебство. Men bu haqida nimaga oldin bilmaganman. Просто не понимаю. Koreyada shuncha yashab, men bu haqida yaqinda bildim va bu просто magic. Meni ugrilarim ketgandan keyin men buni doim ishlataman. Hozir ham bu уже yangi olganim. Ko'rsanglar bo'ladi, уже yarmini ishlatib bo'ldim. Va bu Selimax brendining Tiuge padlari. Kuniga bir marta uxlashdan oldin ishlatsanglar, yuzinglardagi mana quruq narsalar, poralar hammasini ochib tozalab beradi. Ichida BHA bo'lgani uchun yog'li yuzli qizlar, ugrili qizlar buni обязательно olinglar. Menda hozir ugri bo'lmasa ham men shuni ishlataman. Undan keyin tonerga o'tadigan bo'lsam, men bu haqida ham boshqa videoda aytib o'tib ketganman. Bu просто meni sevgan tonerim. Уже ko'rsanglar kerak, 240 ml почти qolmadi. Men buni nafaqat yuzimga ishlataman, mana bunaqa joylarimga ishlataman, bo'ynimga ishlataman. Agar qo'llarimda qatimdadir ugri kichkina bo'lsa ham chiqsa, bitta ishlataman. Просто bu yo'qotadi hammasini. Bu haqida yana ham ko'proq bilmoqchi bo'lsanglar, nargi videoyimga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Lekin faqatgina serumni men juda ham har xil qilib ishlatganim uchun hozir bitta serumni rekomendovat qila olmayman. Serumlar uchun отдельный video qilaman. Serum yoki ampuladan keyin mana shu kremni rekomendovat qilaman. Brendi nomidan ham уже sezgan bo'lsanglar kerak, bu o'zi aknesi bor odamlar uchun особенно ishlab chiqariladigan kremlardan bittasi. Hozir men aknem уже bo'lmasa ham baribir buni ishlatyapman. Kremlar ham juda ham opasniy narsa. Salnito ishlatib qo'ysanglar, sразу trouble berib yuboradi. Особенно yuzi yog'li odamlar uchun juda ham rekomendovat qilaman buni. Hamma produktlarni onlayn magazinimda bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz uchun DM ga yozinglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.